Videoni boshlayman. Jonni dunyoga kelganda uning allaqachon qo'llarida bonkalari bor edi. Shifokorlar onasining qornida trenajyor zal bor deb o'ylaydi va hatto u yerda 1 oylik abonement sotib olishmoqchi bo'lishadi. Ammo ayol rad etib ularning basharasiga shapatlab yubordi. Maktabda tengdoshlari Jonnining ustidan kulishardi, beshkabir qilaverib muskullari chiqib ketgan deb masxara qilishardi va oxir-oqibat Jonni ulardan birini urib o'ldirib qo'yadi. Bu voqea haqida ota-onasi eshitgach, Jonnini podvalga tashlab qamab qo'yadi va u yerda allaqachon kimdir yashayotgan ekan. Jonni eshik orqasidagi bu odam bilan do'stlashib oldi, ammo Jonni hech qachon uning yuzini ko'rmaydi. Ko'p o'tmay bu qotillik haqida juda ham ko'p odam bilib, g'azablangan odamlar guruhi Jonni yashayotgan uyini topib yoqib yuborishadi. Jonni do'stini qutqarishga harakat qiladi, lekin eshik juda ham qalin va mustahkam ekan. Shundan so'ng u podvaldan chiqib ota-onasiga yordam bermoqchi bo'ladi, ammo olov allaqachon butun uyga tarqalgan va Jonnining tanasi kuyib, jarohat olib qochib ketadi. Mahalliy aholi uning ortidan quvlab o'rmon ichidagi ko'lgacha borishadi va Jonni o'sha ko'lda cho'kib ketdi, ammo uning jasadi hech qachon topilmadi. Shundan so'ng hamma odamlar uni Papay deb atashni boshlaydi.